Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. C++ asoslar darslarini davom etamiz. Bugungi mavzuyimiz foydalanuvchi tomonidan ma'lumot kiritishni ko'rib o'tamiz. Buning uchun bizga yangi proyekt kerak bo'ladi. Yangi proyekt ochamiz va nomini input deb belgilab yarataveramiz. Birinchi kerak bo'ladigan kodlarni yozib olamiz. Oldingi darsimizda tushuntirib o'tganimizdek, o'sha include iostream va include bizga kerak bo'ladigan string kutubxonasi. String kutubxonasi haqida hali batafsil gaplashamiz. Va using namespace std undan keyin va int main asosiy funksiyamizni yozamiz. Biz bugungi darsimizda ko'rib o'tgan asosiy qismlarimiz shu edi. Biz cout qismida biz nima ko'rgandik? Misol uchun ismni kiriting. Va bu yerdan bizda konsolga ismni kiriting degan yozuv chiqarib beradi va oxirida return 0 qo'yib dasturni tugatib biz uni run qilib ko'ramiz. Run qilganimizda ismni kiriting deyapti. Bizga o'sha string tipida bitta o'zgaruvchi kerak bo'ladi. Bu misol uchun ism deb belgilaymiz uning nomini. Endi cout bizga uni konsolga chiqarish uchun kerak bo'ladigan bo'lsa, biz sin operatori yordamida, ya'ni sin komandasi yordamida biz endi biz katta tugmachasini ishlatib bu yerda ma'lumotni ya'ni konsol orqali ma'lumot kiritishni ko'ryapmiz hozirda. Va biz bu yerda yaratgan o'zgaruvchimizning nomini bu yoqda sin buyrug'idan keyin berib, o'sha ikkita katta belgisini yozgandan keyin o'zgaruvchining nomini yozib qo'yamiz va yana cout qilib ismingiz deb turib, bu yerdan coutda uni kiritgan ismini aytib o'tishimiz kerak. Ism belgisini yozib, ism o'zgaruvchisini yozib qo'yamiz. Bizda ismni kiriting degan joyga misol uchun Alisher deb yozadigan bo'lsak, ismingiz Alisher deb yozuv chiqarib beryapti. Endi bizni qiladigan ishimiz, masalan, konsol yordamida ikkita raqamni bir-biriga qo'shib beradigan misol berilgan bo'lsa, uni yozish uchun nima qilamiz? Buning uchun bizga integer tipida x, y va z o'zgaruvchilarini olamiz. Ya'ni 3 ta integer tipida ma'lumot oldik hozir. Undan keyin biz cout deb turib x yozamiz. Misol uchun bu yoqda x yozamiz. Birinchi nomer, ya'ni birinchi raqamni kiriting deymiz. Va bu yerda sin operatori yordamida endi biz x o'zgaruvchisini kiritib olishni so'raymiz foydalanuvchidan. Va davom etamiz. Yana cout deb turib endi ikkinchi nomerni kiriting deymiz. Ikkinchi nomerni kiriting. Davom etamiz. Endi ikkinchi nomerni kiritish uchun biz foydalanuvchidan o'sha, ya'ni sin operatori yordamida y o'zgaruvchisini qiymat kiritishni so'raymiz. Bu yerda endi z o'zgaruvchisiga biz x va y o'zgaruvchilarini qiymatlarini qo'shib qo'yamiz va oxirida cout deb turib, unda yig'indi deb turib yig'indi barobar undan so'ng o'sha z o'zgaruvchisining qiymatini ekranga chiqarib qo'yamiz. Dasturni run qilamiz. Bu yerda birinchi nomerni kiriting deyapti. Bizda birinchi nomer uchun 5 kiritaylik. Ikkinchi nomer uchun 3 kiritamiz. Va yig'inda 8 deb chiqarib beradi bizga. Qayta ishlatamiz dasturda. Birinchi nomerga 99 kiritamiz, ikkinchisiga 1 kiritamiz va uni yig'indisi 100. Bu yerda nima qildik? Foydalanuvchi kiritgan ma'lumotlarni, mana shu sin operatori yordamida kiritgan ma'lumotlarni biz
yangi o'zgaruvchi Z degan o'zgaruvchiga yukladikda, uni yig'inda deb turib chiqarib qo'ydik ekranga.